بسم الله الرحمن الرحيم. البناية في شرح الهداية. Hidoya kitobiga yozilgan sharh. Bu kitob Badriddin Aynining qalamiga mansub. To'liq ismlari Abu Muhammad Mahmud ibn Ahmad ibn Musa ibn Ahmad ibn Husayn ibn Yusuf ibn Mahmud al-Aynatabi al-Hanafi bo'lib, Badriddin al-Ayni nomi bilan mashhurdir. Mahmud ibn Ahmad ibn Musa hijriy 762-yil Ramazon oyining 26-kuni Ayntab shahrida tug'ildi. Al-Ayntabi deb tug'ilgan joyiga nisbat berilgan. So'ng bu so'z yengillashtirilib Al-Ayni bo'lgan. Antab Turkiyaning janubiy, Suriyaning shimolida joylangan shahar. Arablar, Saljuqiylar va Usmoniylar hukmronligi davrida shu nom bilan atalgan. Mahmud ilmli, ziyoli oilada dunyoga keldi. Otasi va bobosi qozi, bobolaridan biri Husayn ibn Yusuf Qur'ondan ta'lim beruvchi ustoz bo'lgan. Otasi Ahmad ibn Musa o'g'lining ilm olishi uchun bor imkoniyatni ishga soldi. Mahmud bolaligidan Qur'oni Karimni to'liq yod oldi. O'qish, yozishni o'zlashtirdi. Qur'onning 7 qiroatini ta'lim oldi. Otasi va boshqa shayxlardan Hanafiy fiqhini o'rgandi. Shaharning bir necha ulamolaridan mantiq, arab tili, tafsir ilmlarini ta'lim oldi. Bu ilmlarni puxta o'rgangach, qozilikda otasining o'rinbosari bo'ldi. Badriddin Ayni bu ilmlar bilan kifoyalanib qolmadi. Hijriy 783-yilda 21 yoshda Suriyaning katta shaharlaridan biri bo'lmish Halabga bilimini oshirish uchun yo'lga otlandi. U yerda Jamoliddin Yusuf ibn Musa al-Malati kabi yetuk olimlardan dars oldi. Undan Hanafiy fiqhi kitoblaridan ba'zilarini o'rgandi. Otalari vafot etgani tufayli hijriy 784-yil yana yurtiga qaytdi. So'ng Bahsan shahriga borib, Valiyiddin Bahastoniydan Kahat shahriga safar qilib, Aloiddin Kahtaviydan, undan so'ng Malatiya shahriga yo'l olib, u yerda Badriddin Kashofiydan ta'lim oldi. Badriddin Ayni vataniga qaytib, haj farzini ado etish uchun Makka Mukarramaga yo'l oladi. Makka va Madina shaharlarida turgan paytida ham u yerning olimlari bilan uchrashadi, ilm oladi. So'ng yana yurtiga qaytib, o'zi ham dars berishni boshlaydi. Qo'shni o'lkalardan ko'plab talabalar undan tahsil olish uchun kelishadi. Hijriy 788-yilda Mahmud ibn Ahmad Falastindagi Baytul Maqdisga safar qiladi. U yerda Shayx Aloiddin as-Sayromiyni uchratib, unga shogird tushadi. Bu haqda Aynining o'zi shunday hikoya qiladi. Shayx Aloiddin Quddusga kelganlarida men ham ziyorat uchun borgan edim. Bu inson haqida eshitib yurardim, ammo hali ko'rmagan edim. U zot bilan uchrashdim va ilmda, hilmda insonlarning eng afzalini, eng yaxshisini topdim. Shayx hazratlarining suhbati meni Misr diyorlariga borib, u zotning xizmatini qilishga, ilm olishga undadi. Aslida niyatim ziyorat tugagach shahrimga qaytish edi, ammo bu insonni ko'rgach fikrimdan qaytdim. Quddusda 10 kun turib, u zot bilan Misr diyori tomon yo'lga tushdim. Shayx Sayromiy Qohiraga kelganda, Misr sultoni Zohir Sayfiddin Barquq uni chiroyli kutib oldi. Unga izzat ikrom ko'rsatdi. Sulton Shayx Sayromiyni o'zi yangi barpo qilgan katta Zohiriya madrasasiga ustoz etib tayinlaydi. Aloiddin Sayromiy aqlli, ilmli shogirdi Aynini dars berishda o'ziga yordamchi qilib oladi. Ayni Qohirada qulay fursatdan foydalanib, mashhur shayxlardan hadis ilmini o'rganishga jiddiy bilan kirishadi. Sirojiddin Balqini, Zaynul Iroqiy, Taqiyuddin Dajaviy va boshqa yirik ustozlar qo'lida Imom Ahmadning Musnadi, Imom Doriqutniyni, Imom Dorimiylarning sunanlari, Imom
Bag'oviyning Masobihus Sunna, Imom Nasoiyning Sunanul Kubro va boshqa asarlarni ta'lim oladi. Shu muddat asnosida hijriy 794-yilning Rabiul Avval oyida Damashq shahriga borib, u yerdagi Nuriya madrasasida Najm ibn Kashshof al-Hanafiydan Sahihul Buxoriyni tahsil oladi. Hijriy 790-yil Shayx Sayromiy vafot etadi. Ustozi o'rniga Ayni Zohiriya madrasasida dars bera boshlaydi, ammo 2 oydan so'ng madrasadan ketadi. Vataniga qaytib, u yerda yozayotgan asarlari ustida ishlaydi. Uning ilm tahsil olish va ta'lim berishdagi shijoati, kuch-g'ayrati atrofiga yoyiladi. Biroz muddatdan so'ng Ayni yana Qohiraga safar qiladi. Shahar ahli ham, ma'muriyati ham uni xursandchilik bilan kutib olishadi. Badriddin Ayni Qohirada bir necha lavozimlarga tayinlangan. Hijriy 801-yilda Al-Maqriziyning o'rniga bosh nazoratchi etib tayinlanadi. Bosh nazoratchi vazifasini o'tash davrida Ayni shariat qonunlarining amalda qo'llanilishi, bozorlarning holati, bozordagi mollarning to'liqligini katta nazoratga olar edi. Bozorlar tartibsiz holga kelib, savdo mollarida yetishmovchilik kuzatilganda narxlar ko'tarilib ketgan paytlarda sultonlarning o'zlari Ayniga bu vazifani o'zi boshqarishni so'rab murojaat qilishgan. Chunki uning halolligi, xolisligi va bu ishga layoqati borligini bilishar edi. Shuning uchun bu vazifaga bir necha bor qayta tayinlanar edi. Oxirgi tayinlashini hijriy 846-yilda bo'lib, 847-yilda bu vazifadan butunlay ketadi. Hijriy 819-yilda unga vaqf noziri vazifasi topshiriladi. Bu hozirgi paytda vaqf vazirligining raisi vazifasiga to'g'ri keladi. Bu vazifada hijriy 853-yilgacha 34 yil xizmat qiladi. Hijriy 829-yilga kelib Sulton Baybars davrida Hanafiy qozilarining kattasi etib tayinlanadi. Qozilik vazifasi faqatgina shaxsiy hayotiy masalalar bilan cheklanib qolmagan, balki ularga murojaat qilinadigan har qanday masala, u xoh jinoiy ish bo'lsin yoki ma'muriy fuqarolik ishi bo'lsin, yuzaga kelgan muammoni qozi hal etishi kerak edi. Shu bilan birga musulmonlarga namozlarida imomlik qilish, tanga bosib chiqariladigan zarbxonalarida tangalar butunligi va ularning vaznlarini nazorat qilish ham qozining vazifasi sirasiga kirgan. Badriddin Ayni bu vazifalarning mashaqqatli qiyinchiligiga qaramasdan ta'lim berishdan aslo to'xtamadi. Hijriy 818-yilda ochilgan Muayyidiya madrasasida hadis ilmidan, Mahmudiya madrasasida fiqh ilmidan ta'lim beradi. Shu bilan birga tarix, nahv fanlaridan ham dars o'rgatadi. Natijada uning qo'lida bir qancha ilmli shogirdlar yetishib chiqdi. Hanafiylarning yetuk faqih olimlaridan biri Kamol ibn Humom, Shamsiddin Saxoviy, Abu Fazl Asqaloni, Yusuf ibn Tag'ri, Berdi va boshqalar shular jumlasidandir. Badriddin Ayni Misr sultonlaridan ko'pi bilan asrdosh bo'lgan. Ba'zilari bilan o'rtalarini mustahkam aloqa bog'lab turgan. Ayniqsa sulton Baybarsining Ayniga nisbatan hurmati kuchli bo'lib, oralarida munosabatlar mustahkam edi. Ayni turk tilini yaxshi bilishi bu aloqalarning ortishiga yordam berdi. Chunki sulton arab tilini yaxshi bilmas edi. Ayni kechalari bir necha soat sultonga shariat fiqhining nozik tushunishi qiyin bo'lgan o'rinlarini batafsil tushuntirib berar. Dinning ko'plab amrlarini ta'lim berar. Turk tiliga tarjima qilgan tarix borasidagi asarini o'qib berar edi. Sulton Baybars ustozi Aynining huzurida ilm o'rganayotgan o'quvchi bo'lib o'tirishidan aslo uyalmagan, balki doim bu bilan faxrlangan. Atrofidagi kishilarga ham qozi Ayni bo'lmaganida islomimiz go'zal bo'lmas edi deb ochiq oydin aytar edi.
Sulton Baybars o'ziga keladigan elchilar kutib olish, qo'shni o'lkalardan keladigan maktublarni tarjima qilish kabi mas'uliyatli vazifalarni ham ustozi ayniga topshirardi. Badriddin Ayni faqih, hadis, tarix, arab tili kabi turli xil mavzularda bir qancha asarlar ta'lif qilgan. Bu asarlarning ba'zilari bir necha jildlardan tashkil topgan. Ulardan mashhurlari Umdatul Qori fi sharhi Sahihil Buxoriy. Bu hadis ilmida Sahihul Buxoriy asariga yozilgan sharhlarining eng kattasi. Bu sharhning olim 20 yildan ortiq vaqt mobaynida yozgan 11 jilddan iborat. Al-Binoya fi sharhil Hidoya, Burhoniddin Marg'inoniyning Hidoya kitoblariga yozgan sharhlari bo'lib, Hanafiy fiqhida yirik kitoblardan biri. Bu asar 13 yil davomida bitilgan. Munhatus Suluk fi sharhi Tuhfatil Muluk, Ramzul Haqoiq fi sharhi Kanzid Daqoiq. Bu ham Hanafiy fiqhida bo'lib 2 jilddan iborat. Akdul Juman fi tarixi ahli zaman. Bu tarixga oid asar bo'lib, insonning yaralishidan to hijriy 850 milodida 1447 yilgacha bo'lgan tarixiy hodisalarni o'z ichiga olgan. As-Sayfu al-Muhannad fi siratil malikil muayyad, Farodul Qaloid fi mukhtasari sharhi shawahid, Ar-Rawazuz Zohir fi siratil malikiz zohir totar. Mana shular asarlaridandir. Badriddin Ayni hijriy 814 Ramazon oyida madrasa tashkil etadi. Fiqh va hadis ilmini o'rganish istagidagi talabalarini shu yerga jamlaydi. Aksar kitoblarini tolibi ilmlarga vaqf qildi. Kitoblaridan qolganlari Misr Dorul Qutub kutubxonasiga o'tkazildi. Bu madrasa ko'p yillar tolibi ilmlar uchun boshpana bo'ldi. Azhar universitetining ba'zi ulamolari shu yerda tahsil olishdi. Hozirda ushbu joy masjidga aylangan. Badriddin Ayni 93 yil umr ko'rdi va hijriy 855 yil Zulhijja oyida olamdan ko'z yumdi. Ertasi kuni Azhar jomiyasida ulkan jamoat bilan janoza o'qildi va o'z madrasalariga dafn qilindi. Alloh u kishini rahmatiga olgan bo'lsin.